Banan juda keng tarqalgan xushxo'r mevalardan biri bo'lib, kishida tezda o'ziga nisbatan mehr uyg'ota oladi. Shuningdek, unda tabiat ato etgan tabiiy qadoq mavjudligi har qanday sharoitda ochib iste'mol qilishga imkon beradi. Lekin quvonishga shoshilmang. Biz quyida sizga ushbu ajoyib mevaning salomatlik uchun zararli g'aroyib xususiyatlarini sanab beramiz. Demak, boshladik. Pishib yetilmagan bananni iste'mol qilish hatto sog'lom odamlarga ham tavsiya qilinmaydi. Chunki bunda banan tarkibidagi kraxmal iste'mol uchun yaroqsiz shaklda bo'lib, inson ichaklarida yaxshi so'rilmaydi. Natijada banan yegandan so'ng kishining qorni quldirashi, shuningdek meteorizm kuzatiladi. Banan qonni suyultirish xususiyatiga ega bo'lib, bu kishilarda infarkt hamda insult xavfini yanada oshiradi. Shuningdek, qandli diabet kasali bilan og'rigan bemorlarga bu meva umuman mumkin emas. Banan iste'mol qilib, siz ortiqcha vaznga ega bo'lishingiz mumkin. Chunki bu meva tarkibidagi ko'p miqdordagi kraxmal kishi organizmida ortiqcha yog' to'planib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sabab semizlikka moyil kishilarga banan yeyish tavsiya qilinmaydi. Bozor va do'konlarda peshtaxtalarni bezab turgan bananlarning barchasini ham yeb bo'lmaydi. Ayrim manfaatdor shaxslar ushbu mevani tezroq yetiltirish maqsadida hali yetilmagan g'o'ra paytidayoq unga mum bilan ishlov berishadi. Natijada u tez pishib, bozor rastalaridan o'rin oladi. Ammo tarkibi jihatdan u endi haqiqiy banan emas. Biz odatda yeydigan banan aslida mazkur mevaning iste'molga yaroqli shakli emas. Vatanida mazkur bananlardan uy hayvonlari uchun ozuqa sifatida foydalaniladi. Mahalliy aholi kichik barmoqdek uzunlikdagi bananlarnigina yeydi, ammo ularni chet mamlakatga eksport qilishning imkoni yo'q. Chunki ular tezda buzilib, o'z sifatini yo'qotadi. Shu sabab azbaroyi pul topish maqsadida xorijga cho'chqalarga beriladigan bananni eksport qilishadi. Biz yeydigan bananning barchasi genetik o'zgartirilgan mahsulot hisoblanadi. Haqiqiy yovvoyi banan esa kichik hajmda bo'lib, xaridorgir bo'lishi uchun uning ta'mi ustida ham genetik olimlar ter to'kishgan. Ushbu ma'lumotlardan keyin ham mazkur meva yonidan shunchaki o'tib keta olmasangiz, onda-sonda banan bilan ishtahani xursand qilishingiz mumkin, ammo uni to'yguncha yeya ko'rmang. Bu ma'lumotlarga ishonish yoki ishonmaslik o'zingizning hukmingizga havola. Agar dasturimizga qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Dasturimiz yoqqan bo'lsa, laykni bosib, do'stlaringiz bilan ulashing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr-salomat bo'ling.